Qaynonam uydan ketib qoldilar. Shuncha gullarni, sevimli o'g'illarini, ikkita nevaralarini shundoq uyga menga tashab ketib qoldilar. Atigi 3 kunga. Ha, nima deb o'ylovdinglar? Damogani ketdilar. Kelganlardim, ammo gullarni betidan sotib qo'yib, kelinim menga suv quyma demaslik uchun birinchi bo'lib gullarga suv quyib chiqdim. Uy ichida ham meni qorovlab yuradigan ikkita telefonni ko'rasizlar, bittasi orqamda, bittasi oldimda обязательно yuradi. Bo'lmasam kimdir meni o'g'irlab ketib qoladi. Endi sizlar bilan tepadagi gullarga ataka qilamiz. Butun boshqa uyimizdagi eng toza havo ko'p xona imенно shu bo'ladi. Bu burchakda bo'lsa, o'liymi, qoliymi deb turgan bitta archamiz ham bor. Xullas, mayli, joni sog' bo'lsin. Endi bo'lsa, meni umrimni yeydigan changlarga ataka qilamiz. Bismillohni aytib, kitoblarni ham chiroyli qilib taxlavatdim. Bir payt orqamda urush boshlanib ketdi. Shunda orqamga o'girilib qarasam, katta qizim, kichkina qizimni shkafga buklab tiqib qo'yibdi-da. Qizlarimni ham bir amallab ajratib, chuqur nafas olish uchun balkonga chiqsam, bu yerda ham changi chiqib yotibdi. O'tda ham artib qo'ya qoldi. Qizlarim mulk ko'rib jim o'tirganda Xudo berdi deb tez spalnini ham yashtirib oldim. Qizlarimni dastidan atigi 5 minutga yetishini bilsam, men pastellarimni ham taxtadek qilib tekis qilib qo'ydim. Xo'jayinimni uyda ham, ishda ham xo'jayinliklari bilinadi. Telefonlarini zaryadkasi o'chib yotibdi. Kim o'ldi, kim qoldi, kim telefon qiladi, voobshe farqi yo'q. Mayli deb Xudo yo'liga telefonlarni zaryadkaga ham qo'yib qo'ydim. Endi bo'lsa sizlar bilan uxud qilamiz. Sizlar ham menga o'xshab kal bo'lishga tayyorlanayotgan bo'lsanglar, kal bo'lishdan qo'rqayotgan bo'lsanglar, imенно shu sivrtkani ishlatishingizni tavsiya qilaman. 100% tolimat tabiiy toza mahsulot. Bir deganda sochinglarning to'kilishini qoldiradi, plus qalinlashtiradi. Juda ham zo'r qalinlashtiradi. Qizlar, meni sochim mana shu oldi tomonlarim juda ham serialashib ketdi. Tim bo'la hozir bo'yaganimdan keyin baribirga ham vitamin kerak. Sivrtkani surib olib 1 soat yurasizlar, undan keyin o'zini shampun balzamida yuvsanglar, prosta wow effekt beradi. Shampun ham tabiiy toza narsalardan tayyorlangan, oddiy shampunlardan juda ham katta farq qiladi. Bunisi bo'lsa balzami. Sochinglarni yuvib chiqqaningizdan keyin xuddi laminatsiya qilingandek yaltirab turadi. Bularda yana qoshinglar bilan kiprikinglarni kamondek qiladigan o'zlarining maxsus retseptlarda tayyorlangan shunaqa yog'lardan ham bor ekan. Sochlarimni yuvib chiqdim, endi bo'lsa spreyni sepamiz. Buni ham xuddi shunaqa massaj qilib sepasiz. Agar sizlarda bittasini olsamchi degan savol tug'ilayotgan bo'lsa, imенно shu spreyni olishinglarni tavsiya qilaman. Atigi 80 ming so'm turadi, lekin wow effektda bitta shu spreyni o'zi ham berib qo'yadi. Spreyni o'zini olsanglar, 2-3 mahal даже quruq sochinglarga ham bemalol sepib yursanglar bo'ladi. Hech qanaqa yog'lanib qolmaydi. Sochinglar unisidan xavotir olmasanglar ham bo'ladi. Ukvatkanglar har doimgidek chotki turaveradi. Sizlarga profillarni qoldiraman. Keyingi reelslarda ko'rishguncha hammaga xayr.